Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qorako'l mahallasida 138-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqishi, gullash holatda. Ekinlar yetishtirish 92 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 10 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektar yer maydondan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Yunusov Ildorbek Murodillayevich fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektar 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.